Assalomu alaykum pazandalarim, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Bugun sizlar bilan uy sharoitida pitsa tayyorlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz sutni iliqdan issiqroq darajaga olib kelib, 1 qoshiq dro'jja, 1,5 qoshiq shakar solib 5 daqiqa apparat tayyorlab olamiz. U turgandan keyin tayyor bo'ladi. Keyin uni ustiga bitta tuxum, yarim piyola yog' solib aralashtiramiz va orqasidan sekin-sekin unlarimizni solishni boshlaymiz. Qoshiqda xamir qoramiz. Unimizni sekin-sekin oz-ozdan qo'shib aralashtiramiz. Esingizdan chiqmasin. Keyin shunaqa qo'lga yopishadigan massa bo'lgandan keyin qo'limizni yaxshilab yog'lab olib, qolganini qo'limizda xamirimizga ishlab beramiz. Ko'rib turibsizlar, hali ham qo'lga yopishyapti. Shunda oz-ozdan un solib, xamirimiz воздушный bo'lgunicha qo'limizda yog'lab xamir qoramiz. Mana ko'rdinglar, qanaqa chiroyli yumshoq воздушный xamir bo'ldi. Endi buni olib qo'yamiz, xolodilnikka tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha tayyor bo'lguncha biz ichiga soladigan masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Buni hamma xohishiga ko'ra qilsa bo'ladi, lekin eng muhimi xamirni tayyorlash jarayoni. Ichini bo'lsa xohishingizga ko'ra, didingizga ko'ra bezatsanglar bo'ladi, ichiga solsanglar bo'ladi. Pomidor, kolbasa, mozzarella sirlari, bolgarskiydan foydalandim. Xamirimiz ko'rdinglar tayyor bo'lib chiqibdi. Shunda bo'laklarga bo'lib olib, mani kruppa yordamida qo'limizda juvasiz yayishni boshlaymiz. Mani kruppada yayishimiz siri pishgandan keyin xuddi restoranda bo'lganidek kusur-kusur bo'lib pishib chiqadi. Shunaqa qilib listimizga solib tekislab olamiz. Chetlarini ozgina yashiribroq qilib olamiz. Endi ichiga ketchupimizni solamiz. Yetarlicha solib olamiz. Keyin orqasidan mayonezimizni solib olamiz. Keyin sekin qoshiq yordamida tekislab chiqamiz. Shunaqa qilib yaxshilab tekislab olganimizdan keyin sekin-sekin ichiga masalliqlarimizni terishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda sirni solasizlar, bo'lmasam pishgandan keyin kesganinglarda cho'zilib chiqmaydi. Bundan oldin duxovkani 180-160 darajaga yoqib, qizishga qo'yib qo'yishinglar kerak. Shunaqa qilib bezatib olamiz. Bolgarskiylar solamiz, pomidorlar solamiz, kolbasa solamiz. Xohishingizga ko'ra xohlagan narsalar olivka solsanglar bo'ladi. Qo'ziqorin solsanglar bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Pishganda shunaqa bo'ldi, kelinglar.